Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga sodiqlik kartalari va ularni ro'yxatdan o'tkazish haqida aytib beraman. Sodiqlik kartalari bu bozorlar, do'konlar va boshqa savdo joylarida foydalaniladigan shtrix-kod yoki QR kodni o'z ichiga olgan kartalardir. Misol uchun, ushbu kartalar yordamida siz moliyaviy kashfiyotlaringizni yig'ishingiz va o'sha shtrix-kod yoki QR kodni ko'rsatib, ulardan foydalanishingiz mumkin. Hozirda siz shtrix-kodni tahrirlash sahifasini ko'rib turibsiz va uni qanday qilib ro'yxatdan o'tkazishni ham o'rganasiz. Va xuddi shu tarzda QR kodni ham tahrirlash sahifasiga o'tishingiz va uni ro'yxatga qo'shishingiz mumkin. Mana misol tariqasida kartalar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Har bir karta haqida qisqa ma'lumotni shu yerda topasiz. Bugungi ko'rsatmamiz shundan iborat edi. Rahmat, salomat bo'ling.